Red flag, red flag, red flag. Hozirgi kunda qizlar orasida bu ibora juda ham ko'p qo'llanilyapti va qizlar bu bilan ovora bo'lib qolyapti. Aslida buni kelib chiqishining sababi notinch oilalar. Biz o'ylaymizki, tashqaridan qaraganda tinch, havas qiladigan oila, qaysi darajaga yetgan oila deb bilamiz. Aslida yetuk oilada o'zidagi kamchilikni boshqa birovdan kutish bo'lmaydi. O'zida nimadir kamki, uni moddiyat bilan to'ldirmoqchi va eng qizig'i o'zini harakati, o'zini intilishi bilan, o'zini qobiliyati bilan emas, kimnidir evaziga to'ldirmoqchi. Hozirgi kunda ko'plab uchratyapmiz qizlarni yigitlarga, bo'lg'usi kuyovlarga har xil sog'liqlar solishi. Agar unaqasi bo'lmasa, bunga dam beraman yoki bo'lmasa javobini beraman. Menga gelik kerak, menga mana shunaqa markadagi mashina kerak. Tasavvur qiling, siz mashinaga erishdingiz, mashinani olib berdi. Shu mashinani o'zingiz xohlaganda minib yurganingiz yoki o'zi avvalambor savol keladi. Bunga men loyiqmanmi? Sizni o'zingizni mashina minib yurganingiz qulaymi, yaxshimi? Yoki turmush o'rtog'ingiz yonida uni janonasi bo'lib yurganingiz yaxshimi? Lekin yigitlar uchun, erkaklar uchun uni yonidagi yori yaxshi. To'g'ri, ish yuzasidan mashina kerak bo'lgan ayollar bor, qizlar bor, lekin baribir yigitlar, erkaklar yonida ko'rishni xohlaydi. O'zini sevgan insonini, o'zini yonidagi yorisini haqiqatdan ham yonida ko'rishni xohlaydi.